Zomin tumani Chorvador mahallasida pilla terimi ishlari qizg'in va uyushqoqlik bilan olib borilmoqda. Mahalla aholisi azaldan davom etib kelayotgan pillachilik an'analarini munosib davom ettirib, ushbu soha orqali oilaviy daromadlarni oshirishga hissa qo'shmoqda. Zomin tumani hokimi o'rinbosari Nigora Omonova Chorvador mahalla fuqarolar yig'inida bo'lib, hududda amalga oshirilayotgan pillachilik ishlari bilan yaqindan tanishdi. Tashrif davomida ipak qurtlarini parvarishlash jarayonlari, yaratilgan sharoitlar hamda pilla yetishtirishdagi mehnat jarayonlari ko'zdan kechirildi. Jumladan Chorvador mahallasida istiqomat qiluvchi Dilorom Husan va xonadonida oila a'zolari hamda qo'shnilar bilan hamjihatlikda 3 quti ipak qurti parvarishlanib, pilla terib olinmoqda. Xonadonda ipak qurtlarini sifatli parvarishlash, yetishtirilgan pillani nes-nobud qilmasdan yig'ib olish va belgilangan talablarga muvofiq topshirish ishlariga alohida e'tibor qaratilgan. Mutasaddilar tomonidan pillachilik bilan shug'ullanayotgan xonadonlar faoliyatini qo'llab-quvvatlash, mahsuldorlikni oshirish hamda aholi bandligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar yuzasidan tegishli tavsiya va ko'rsatmalar berildi. Ta'kidlash joizki, pillachilik bugungi kunda qishloq aholisi uchun muhim daromad manbalaridan biri bo'lib, xotin-qizlar va yoshlarning bandligini ta'minlashda ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Mahalladagi mehnatkash oilalarning fidokorona mehnati va tajribasi boshqalarga ham munosib o'rnak bo'lib xizmat qilmoqda.